Eski ko'pgina akajonlarimiz uchun mana buni qaranglar. S brenddagi g'ishlarimiz bo'ladi, qaranglar. Ishdan zerikmaydigan akalarga Z brenddagi g'ishlarimizdan bor. Qadrdonlar qalaysizlar, qoyilmisizlar? Qolasangiz S brenddan, qolasangiz Z brenddan. Lekin sifat a'lo darajada ikkalasi ham qadrdonlar. Bugun biz juda katta g'izzaotga kelganmiz. Akalar, eng zo'r mehnat halol akalardan bo'ladi. Manzilni videoni boshida bitta aytamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati, ya'ni Rishton Bog'dod chegarasida Soybo'yi deyilar ekan. Soybo'yidamiz. Xudo xolasa yaxshi niyatda qurilish qilyapti turgan akalarimiz, opa-singillarimiz uchun g'ishlarni ko'ryapsizlar. Juda ham zo'r pishgan. Endi bu yerda hozir narxi nech pul, dastlabki qayergacha, sho'ri bormi, oldindan to'lov qilsa bo'ladimi degan savollarga hammasiga chiroyli qilib javob beramiz akalar. Sizlardan bitta iltimos, mana shu mehnatni, mana shu akalarning mehnatini qadrlab, like bosib qurilish qilyapti turgan akalarga jo'natib qo'ysalaring, biz bo'lmasa videomizni boshlaylik. Assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimi aka? Charchamasdan. Rahmat sekin. Issiqlarda, xalq xizmatidan aka, xudo xolasa. Qo'llaring dard ko'rmasin. Juda ham zo'r. Aka, g'ishlar ham juda ham sifatli ekan. Endi aka, xo'p, bu S brend, Z brend. Ikkita brenddan chiqadigan g'ishlarimiz bor, ya'ni ikkita g'izzaotlaringdan chiqadi. To'g'rimi aka? Xudo xolasa endi buni birinchi bo'lib aka, razmeridan boshlaydik. Nechiga necha? Razmeri endi bu standart g'ishlar bo'ladi. 25 ga 12 ga 25, bunaqasi eni 6,5. 6,5. 6,5, 12, 25 standart g'ishlar. Standartdagi g'ish, ikkalasi ham bir xil. Ikkalasi ham bir xildir. Z brendimiz ham, S brendimiz ham bir xil. Endi aka, masalan, mana shu ikkala g'izzaotimizdan bir kunda nechta g'ish chiqadi? Bir kunda mana shu zavodimizdan 160 ming chiqadi xom g'ish. Nargi zavodimizdan 120 minggacha g'ish chiqadi bir kunda. Pishgan g'ishlar bunda 120 ming chiqadi pishgan g'ish. Nariginda 60 ming g'ish chiqadi. Ikkita xumdon undan, bunda 4 ta xumdon. Ha, bu yerda 4 ta xumdon. 4 ta xumdon. Demak, zakaz qilgan insonlar kutib qolmaydi, xudo xolasa inshaalloh aka. Bir kunda ikkala zavoddan bo'lib turib 180 ming shunaqa chiqib ketaveradi. Bir kunda. Bir kunda. Gap yo'q. Endi aka, juda ko'pchilikka qiziq imorat qilyapti turgan akalarimizga. Xo'p, bu g'ishlarda sho'r bormi deganlarga aka, masalan, oldingi videoda ham dangal to'g'risini aytgansiz. Bu videoda ham shunday qiling aka. Bo'lsa bor, ozmas, yo'q bo'lsa yo'q. Endi buni urgandan keyin biz yo'q deb qo'yib, haligi sisma poyz kuyadi-yu. Shun tagida har qanaqa g'ishdan ham chiqadi-da. Ozgina ozmos chiqadi. U o'z yo'qib ketadigan narsa-da. Chunki offshore yo'qib ketadi. Xuddi shunaqa. Endi yo'q deb qo'ysam, o'shanaqalardan chiqib qolsa, mana yo'q degan ekan deydi, lekin. Endi 5-10% chiqadi baribir. Urganda loyda bo'lishi mumkin, suvda bo'lishi mumkin. Biz ham ko'rib turgan bo'lsalar, ko'mir qo'shyapmiz, loyga, xomga 30% ko'mir qo'shamiz. Bu ko'mir ham ichini pishiradi, tez pishiradi. Ko'p pishadi. Misol, mana shu xumdan 25 ming beradigan bo'lsa, ko'mir qo'shamiz 30 ming g'ish beradi. Ham ichi ham pishadi, qattiq pishadi. Uchamcha sho'rini ham yo'qotadi ko'mir. O'shaning uchun ko'mir qo'shib chiqaramiz loyiga. Gap yo'q. Juda ham zo'r. Pishishlar ham qattiq pishadi. 5-10% bo'lishi mumkin. 5-10% bo'lishi mumkin shu. Lekin hali bir g'ishlangda sho'r chiqdi, unaqa degan gap yo'q. Inshaalloh. Gap yo'q. Bundan keyin ham bo'lmasin. Bo'lmasin iloji. Xo'p. Endi aka, hozirgi kunda misol uchun ko'pchilik imorat qilishga tayyorgarlik ko'rayotganlar bor. Oldindan to'lov qilib qo'ysam bo'ladimi deydi-da. Misol uchun shunaqangi imkoniyatlar bormi? Oldindan to'lov qilib qo'ysa. To'lov qilib qo'ysa mana keladi, g'ishimizni mana fondlarni ko'radi, ishonch hosil qilsa, misol pul to'lab qo'ysa, любой время mana shu oyda olaman desa yetkazib beraveramiz. Oldindan sizlarni ogohlantirib qo'ysa, ustalar kelishdan oldin, Misol berib turib, avgust oyida imorat qilaman deb pul berib ketsa, 30 mingtaga bir kun oldin telefon qilib qo'ysa, 30 mingdan yetkazib beraveramiz. Mashalloh. Alloh rozi bo'lsin. Juda ko'pchilikka shu qiziq bo'lyapti turibdi, musofirda ishlayotganlar. Endi aka, hozirgi kunda zavodimizda o'zidan narxi nech pul bo'lyapti bu g'ishlarimizni? Zavodda 900 so'm bo'lyapti. Endi yuklatib berish 900 so'mda, yuklatib berishi. Endi o'zimizda mashinalar bor, masofasiga qarab yo'l kira qo'shilaveradi. Farg'onaga bo'lsa, Andijonga, Namanganga bo'lsa, masofaga qarab. Lekin xizmatlaring faqat vodiy bo'ylab, Vodiy bo'ylab xizmat qilamiz. Vodiy bo'ylab yetkazib berasizlar. Yetkazib beramiz. S brendimiz ham, Z brendimiz ham bir xilda, narxi o'sha 900 so'm. Shuni yuklatib berishgacha. Yuklatib berishga 900 so'm. Gap yo'q. Agar transportlik bo'lsa,
kelsa bemalol 900 so'mdan olaveradi. Ha, olaveradi. O'chirti bilan kelib olaveradi. mashinasini qo'yib. O'chirt bilan olaveradi. Gap yo'q. Mana bu texnikalar bor. Hozir bu qayerga ketyapti aka bu? Hozir bu Marg'ilonga ketyapti. Marg'ilonga 10 mingtalik mashina bu 10 endi. mingtalik mashina. Qolasa 5 mingtalik, 3 mingtalik mashinalar ham Hammasidan bor. Bor. Hamma mashinadan bor. Gap yo'q. Juda ham zo'r. Vodiy bo'ylab yetkazib beramizda. Aha. Endi aka bir narsa so'rab qo'yish vazifam. Ha. Xom g'ish sotiladimi yo'qmi? Yo'q, xomni sotmaymiz. Xom g'ish sotmaysizlar. Sababi endi ko'mir qo'shib chiqaramiz 30%. Ha. Hali g'ishtni narxi ham ko'tariladi-yu xomni o'zida. Tushunarli. Biz hali xom sotmaymizdan fondga bosib qo'yamiz. Qishi bilan xumdonlar o'chirmasdan pishganni sotamiz. Gap bo'lishi. Qachon kelsa pishgangish bor. Qishda keladimi, bahorda keladimi, yozda keladimi? Qadrdonlar, boshqa g'izotlardan nimaga jinday qimmat desalaring, o'zlari akalarimiz aytayapti, ichiga qo'shiladigan o'sha ortiqcha ko'miri, mehnati, sifati, eng asosiysi sifati. Shuning uchun narx 900 so'm. Endi aytishingiz mumkin-da, oldingi videoda 850 chiqarodingizda. Hamma g'ishtni holatiga, ketgan mehnatiga qarab bo'ladi-da. Endi nima deydi? Buni g'ishtni otay desam, har safar negativ fikrlar bo'lyapti. Yerga otyapsan, tuproqqa otyapsan deyapsizlar. Shuning uchun otmayman. Nimaga? Bu asfaltdan ham stechkadan ham qattiq bo'lib ketgan. Mana shunaqangi mashinalar, katta texnikalar yurib. O'zi asfaltdan ham qattiq lekin. Lekin siz shunaqangi fikrlar bo'lgani uchun otib ko'rsatmaymiz qadrdonlar. Juda ko'p shunaqa noto'g'ri fikrlar bo'lyapti. Xo'p. Endi aka to'liq ma'lumotni berdik, inshaalloh. Inshaalloh. Xudo xohlasa aloqaga chiqsalaring, akalarimiz, ish boshqaruvchi akalarimiz zakazni qabul qiladi. Qayerga desangiz, vodiyda qayerga bo'lsa, o'sha narxini kelishib dastavkasi bilan jo'natishib olaveradi. Aka buni sanog'iga garantiyasi bor. Sanog'iga javob. To'kkanda ham unaqa sinib 10 ta ketmaydi. ortiqchasi bilan yuklanadi. To'kkanda ham sinmaydi. Aha. 5 ta ortiqcha 10 ta ortiqchasi bilan yuklanib qo'yiladi. Gap yo'q. Juda ham zo'r. 5-6 ta ko'p chiqsa chiqadiki, kam chiqmaydi. Kam chiqmaydi. Sanog'i to'g'ri chiqadi. Sanog'i to'g'ri chiqadi. Gap yo'q. Menimcha ma'lumotlarni berdik. Mana shu akalarimizni, shu akalarimizning mehnatini qadrlab, bitta mana shunday qilib like bosgan qo'llaring muborak, kabatulloh ishlasin.